xotiningni jiyani senga qiz bo'lib oldimi? Endi hamma topgan tutganing, boyliging xotining tomonda qoladimi? Agar senga shunaqa farzand kerak bo'lsa, ana meni qizim Marg'uba egizak o'g'il farzandi bilan qaytib kelib o'tiribdi. Qaniydi sendek kuyovim bo'lsa. Amma bo'ldi. Men sizni tushundim. Yuring. Hozir hammasini hal qilamiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Keling. Keling. Boya Malika bugun tug'ilgan kunimga eng yaxshi sovg'a deb Mohlar oyimni sovg'asini aytgandi. Lekin bilasizlarmi? Men Malikani tug'ilgan kuniga rostdan eng yaxshi sovg'ani bermoqchiman. Meni ammam meni oilamni musibatli kunidan foydalanib ikkita egiz o'g'il farzandi bilan erdan qaytib kelgan qizini menga tiqishtiryapti. Amma bozordan mol yoki qo'yni ko'paytirish uchun sotib olasiz. Agar u qisir chiqsa, sotib olishingiz yoki so'yib olishingiz mumkin. Lekin bu odam, tushunyapsizmi? Bu odam bizni nikohdagi va'damizda agar farzandli bo'lmasak ajralamiz degan shartimiz yo'q. Malika, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat.